Assalomu alaykum. Xattotlik darsimizni sharikli ruchka yordamida darslarni o'rganishni davom ettiramiz. O'tgan dars biza H harfini yozgan edik. Bugun sin harfini davom ettiramiz. Sin harfidan biza H harfini yozgandan keyin nafaqat bitta H harfini boshqa harflarga ula olamiz. Jim va X harflari ham bemalol o'zidan keyingi harflarga ulanib ketishni o'rgandik. Hop, tabiiy ko'rinadi, dal, zal, ro, za harflari o'zidan keyingi harfga ulana olmaydi va shuning uchun ularni yozib o'tirish shart emas. Undan keyingi harf bizda sin bo'lgani uchun hozir sin harfini o'zidan keyingi harflarga xuddi h, ba harfida ulab chiqqanimiz kabi yozib chiqamiz. Hop, bunda biz sin harfini o'zini shaklini o'rganib olamiz. O'zi sin harfi qanaqa edi bizda? Qarang. Osti nun qismidan iborat bo'lgan, 3 tishdan iborat, ya'ni bu nundan tashqari 2 tishi bor bo'lgan sin harfi edi. Ya'ni so'z boshida kelsa 3 tishli bo'lib keladi. 3 tishli bo'ladi. Undan keyin va hokazo boshqa harf yozsak bo'ladi. So'z o'rtasida kelsa ham bunday kelib qolganda tepasiga bundan xuddi shunaqa 3 tishli bo'ladi. So'z oxirida kelsa xuddi shuni ko'rinishi, faqat bu yerga bu yoqdan so'z kelgan bo'ladi, misol uchun. Xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Unaqa juda qiyin emas. Siz faqat o'sha sin harfini o'zini yaxshi o'qishga olgan bo'lsangiz, bu sin harfidagi darsimizni bemalol yoza olasiz inshaalloh. Alifdan boshlaymiz. Ba harfi yo'liqqandan keyin, ba harfi yo'liqqandan keyin bani ajratib yozamiz. Hop, biz ya'ni sindan keyin h harfini ulamoqchi bo'lamiz. Qaranglar. Biroz uzunroq bo'lib ketishi mumkin. Do yozgandan keyin bu yerdan h harfini olib kelasizlar. H harfini dumaloq aylantirib olib kelsanglar, qaranglar. Joy oldi, to'g'rimi? Mana shunaqa payt joy olyapti. Bunaqa paytda biz nima qilamiz? Joyga, ya'ni joy tejash maqsadida sin harfini h harfini ustiga olib chiqamiz. Xuddi undan oldin biz qilganimiz bor edi-ku. Mana masalan, mana bu h harfini ustidan olib tushgan edik. Bu yerda ham hozir biz bemalol misol sinni olib tushsak bo'ladi. Sinni tepaga yozib olaman. Keyin h harfini o'ziga, ya'ni pastga olib tushsam bo'ladi. Keyingisi dal. Dal harfi. Hop, mana bu yerda endi sin harfi yo'liq qoldik. 3 tishini yozib bo'ldik. Endi nima qilamiz? Bitta tekis tayoqcha tushiramiz. Bu tekis tayoqchamiz ikkita sinni bir-biridan ajratib turishi uchun. Yozayotganim ko'rinyapti inshaalloh. Soat. O'zi bu narsa, ya'ni xattotlikning o'zi sharikli ruchka degan darslik yo'q. O'zi ko'p joyda unaqa narsalar bo'lmaydi. Ustozimiz ham
ba'zi bir o'quvchilarga o'rgatardilar. Ya'ni o'zi xohishi bilan o'rganmoqchi bo'lgan o'quvchilarga o'rgatardilar bu narsani. Misol uchun arab tilida yozuvimni kuchaytirmoqchiman, tezroq yozish, tezroq natijaga erishmoqchiman deydigan o'quvchilarga o'rgatardilar bu narsani. Unaqa hammaga yozdirib, ya'ni dars, ya'ni xattotlikni o'rganmoqchi bo'lgan odam bemalol birinchi marta kelgan bo'lsa, birinchi marta shu yozuvni yozdirish degan narsa bo'lmas edi bizda. Men nimaga qilyapman? Chunki bizani kurs maqsad hop o'z maqsad o'sha arab tilida o'qiyotgan odamlarga husni xatini chiroylilashtirish uchun maqsad edi o'zi. Keyin orasiga endi boshqa xat turlari qo'shilib bormoqda. Xudo xolasa bu Nasb Buxoriyni boshlab oldik biz. Nasb Buxoriy boshlangandan keyin endi hamma o'zini xohishiga qarab qilsa bo'laveradi, misol uchun. Buni o'rganing demayman sizga, chunki bu unaqacha ustun narsa emas. Chunki baribir hammani yozig'i har xil bo'ladi. Meni yozig'imga o'xshatishingiz juda ham qiyin bo'ladi xattotlikda. O'zi bir-birini odam ya'ni birovni yozig'iga o'xshatishi ancha-muncha qiyin narsa. Lekin xattotlikni, misol uchun peruruchka olganingizdan keyin peruruchkani ko'p mashq qilish orqali o'sha ustozni, ya'ni o'rgatayotgan ustozini yozig'iga bir muncha o'xshatib ketish imkoni bo'ladi. Endi sharikli ruchkada kelsak, bu sharikli ruchkani siz o'zingiz uchun o'rganib ketavering. Chunki bu juda ko'p yoziladi. Ya'ni har doim misol uchun o'tbetga borib kimgadir nimadir yozib bermoqchi bo'lgan paytingizda yoningizda peruruchka, ya'ni avtoruchka bo'lmasligi mumkin. Shunda siz bemalol avtoruchka, ya'ni oddiy sharikli ruchka yordamida xohlagan kuyingizga solib, chiroyli qilib yozib tashlasangiz bo'ladi, misol uchun. Bundaqa chiroyli qilib yozdingiz nima? Yoki eski o'zingizni holatingizdagi endi birinchi marta harflarni yozayotgan paytingiz bir-biriga o'xshamasdan, qonun qoidasiga kirmasdan yozdingiz nima? Hop, vav harfi. Qisqasi, o'rganib qo'yish yaxshi bu narsani. Ya'ni endi ko'pchilikda bo'lib qolyapti bu narsa va qolib ketaman yoki o'zi buni o'rganish shartmi, o'zi nima bu? Menga o'zi avtoruchka kerak, peruruchka kerak degan narsa bo'lib qolmasligi uchun. Endi xudo xolasa o'zi avtoruchka, peruruchkalardan boshlaymiz. Endi boshida ozmuncha qiyinroq bo'ladi. Chunki ko'pchilikda bu hozir ruchkalar muammo bo'lishni boshlayapti. Inshaalloh ularning hammasini to'g'rilaymiz. Endi hozir ko'pchilikda hammani o'zida uyda oddiy daftar, oddiy ruchka topilgani uchun bu narsa juda ham oson, bundan tezroq o'rganish kerak. Ko'proq mashq qiling deyman. Lekin ko'p mashq qilmasdan ham o'xshatishni osonroq yo'li bor. Nafaqat buni emasda. Misol uchun arab tilida arab tilida misol uchun libo bitta matnni yozib ko'ring-da o'zingiz. Faqat meni birinchi o'rgatgan harflarim bor edi-ku. O'shanga solib ko'ring, misol uchun. Qani, mana mamutdek harflarga, mana shu harflarni agar siz yaxshi, mukammal o'rgangan bo'lsangiz, siz arab tilidagi matnlaringizni bemalol mana shunaqa ko'rinishda yoza olasiz. Matn yozib ko'ring o'zingiz. Bitirib qarang, mana sin ikkita tishi bu yoqda, uchinchi tishi mamutga tushib ketadi-da, yega tushib ketadi. Bu yerda nima qilib yozdim? Uchta tishini ham yozdim-da, keyin bu yerda alohida bitta harf bor. Shuni ham inobatga olib ketinglar. Bu yerda bitta mana s bilan y. Bu yerda s ni y bo'lishi mumkin yoki boshqa harf bo'lishi mumkin yoki s ikkita y bo'lishi mumkin, bilib bo'lmaydi. Bu yerda nima bo'lishi mumkin? Bu yerda s bilan y faqat. Tushunarli? Hop, sin harfidagi darslar faqat shulardan iborat. Aytmoqchi bo'lganim, faqat shuni mashq qilib agar zerikayotgan bo'lsangiz, arab tilida bo'yi bitta, ya'ni xohlagan matningizni yozib mashq ko'ring. 1 bet qilasizmi, 2 bet qilasizmi? Keyin o'zgarishni sezasiz inshaalloh. Assalomu alaykum.